bekorga olimlar aytmaydi, yosh bola tug'ilishi bilan kerakli gaplarni gapirib katta qilish kerak. Mana bu bola tug'ildi deylik, buni miyasi hamma narsaga chanqoq bo'ladi. Tam 2, 3, 4, 5 yoshgacha gubkadek ma'lumotlarni shimib oladi. O'sha paytda yadro borgan sari, katta bo'lgan sari qattiqlashib boraveradi. Bu уже odamni haqiqiy realligi bo'lib aylanadi. Bo'ldi, odam bu reallikdan boshqa hech qanaqa reallik yo'q deb o'ylaydi. Va kelajakda agar mana shu kichkinaligida yaxshi gaplarni gapirmasa, kelajakda yoki yaxshi hayot kechirishni boshlaydi. Ko'rasizlar, hozir 20 yoshdan keyin, 18 yoshdan keyin yokida faqat problemalarga kiradi, shu narsani o'ylayveradi, keyin 30-40 yoshgacha shu bilan ketdi. Hayot shunaqa ekan, peshina shunaqa ekan deb yuradi. Unaqa emas. Mana shu kichkinaligidan iloji boricha ota-onalar yaxshi gaplarni gapirib katta qildiringlar. Chunki dunyo baho bera olmaydi. Ya'ni dunyoda fikrlashi yo'q. Dunyo emotsiya bilan yashaydi. Qanaqadir yomon emotsiya bo'ladigan bo'lsa, u yaxshi, hech qanaqa baho yo'qmi? Bu yaxshi ekan deydi, bo'ldi, o'sha emotsiyalarni yana chaqiraveradi. Bu narsaga oxirigacha ishonmaganman. Menga 4-5 yildan beri shu gaplarni har xilcha psixologlar gapirib kelishgan, lekin bu fakt, bu juda ham bor narsa desa ham bo'ladi. Va shu reallikni o'zgartirish mumkin emas, lekin bu reallikdan boshqa o'zimizni reallikka o'tishimiz mumkin. Shuni kvantoviy fizika ko'p marta isbotlab bergan. O'tish uchun albatta shu praktikalar qilish kerak. O'tgan yildan keyin misol uchun mana trillion million realliklarning ichidan mamasiga o'tdi deylik. Sizlar o'ylayapsizlarmi, yaxshi hayotda, yomon hayotda demay, bu narsa bor, qayerdadir. Qaysidir hayotda vaqt degan narsa yo'q. Vaqt yo'q, bu faqat bizda vaqt bor. Bo'ldi, mana shu dunyoning ichida. Kosmosga chiqsanglar, bilasizlar, vaqt qachon sekinlashadi? Qachonki bizning tezligimiz oshsa, gravitatsiya kuchi bosimi kuchliroq bo'lsa, o'shanda vaqt sekinlashadi. Dunyoda bizda hozir endi million yildan beri yashab kelyapti kimdirlar va vaqt degan narsa bor. Mana shu boshqa reallikka o'tgandan keyin, aynan smisheniya praktikadan keyin o'sha qattiqlashish kerak. Qattiqlashish uchun biz xohlagan narsani, yaxshi narsalarni qilsak, o'shandan keyin bu chistichka, neyroni, elektroni farqi yo'q, nima deysizlarmi o'sha fizika tomondan. Buni bilishingiz shart emas. Muhimi, mana bu sistemani sal tushunsanglar, mana boshqasiga o'tsanglar, hayotingiz o'sha o'zgaradi. Boshqa narsani yeyishni boshlaysizlar, ichishni boshlaysizlar, o'zingizlarni boshqacha tutishni boshlaysizlar. Mana shu sizlar xohlagan narsani qilishingiz kerak. Fikrlashinglar, qalbinglar emotsiyani xohlaydi. Ya'ni sizlar emotsiya olasizlarmi, sizlar yashayapsizlarmi, demak hayot davom etadi. Qachonki emotsiyalar qolmasa, o'sha hamma narsaga baribir bo'lsa, odam yashagisi ham kelmaydi, u o'ladi desa ham bo'ladi, deb qo'pol qilib aytganda. Emotsiya bilan har doim yashab kelgan bizani soznaniya faqat o'shani yaxshi emotsiyaga aylantirish kerak, yaxshi emotsiyani chaqirish kerak. Bu klassika fizika emas. Klassika fizikada mana hayot bitta, boshqa hech narsa yo'q. Mana shuncha pul bor, shunaqa ishinglar bor, bo'ldi. Bu esa kvantoviy fizika, ya'ni har xilcha sizlarni dunyoyinglar bor. Lubboyga o'ta olasizlar. Lubboyga xohlagan mana shu o'zingizlar fantaziya qilganinglarga ham. Yani lubboyni tanlay olasizlar. Bu faqat o'zingizlarga bog'liq. Aynan shu praktikada shu narsalarni ko'rsatib o'taman.